Ben hem şarkı mağazalarını sürtüp gördüm. Urgenç'e görsenip gördüm cemete. Ne güzel, bu Presse de yenedi. Yine Muhammed Can'a gelip Xudoga şükür öz gözüm bilen görüp turma şifa taptım. Bizler Karakalpakistan'ın 4 yıl tümeninden geldik. Andijon Muhammedcan tabibga Allohga şükür yaxshimiz. Ko'p lecheniyalar oldik. Xorazmda yotdim, больницаlarda bunday davolanmadik. Yine tabibning yonina Muhammadjon tabibning yoniga kelib juda yaxshimiz. Oyoqimiz, bel og'riq, bosh og'riq, davlinamiz bor edi. Allohga şükür yaxshimiz. Yine ikinci kelishimiz. Rahmat Muhammadjon tabibga juda yaxshimiz. Ben hem şu 4 yıl şahrinden geldim. Karakalpakistan vilayeti 4 yıl şahrinden. Mende varikoz var edi. Şu köp bezat etedi, ayakım çeşip gitedi. Şu birinci kursa geldim. Xudoga şükür hammasi yaxshi. Yeğenimiz yine 5-6 gün oldu. Ucu nesini sezdim. Birinci kursda. Birinci kursun özünde faydasını, nesini sezdim. Şu Muhammadjonga rahmat aytaman. Juda yaxshi hamma narsa, nalari, lichinalari ham yaxshi. 3 mahal ovqati. 3 mahal ovqati. Şu xursand bo'lib yuribmiz-ku, juda ham yaxshi. Yine aylantirib yuribdi, shallani aylantirib, yine bobriylarning nesine keldik. Juda yaxshi. Tabibimiz ham yaxshi. Rahmat. Allohga shukr juda yaxshimiz. Havo asalari davosi juda yaxshi. Yaxshi lichinalari. Xudoga shukr oyoqimiz ham, belimiz ham yaxshi. Rahmat tabibga. Ben hem şarkı mağazalarını sürtüp gördüm. Urgenç'e görsenip gördüm cemete. Ne güzel, bu Presse de yenedi. Yine Muhammed Can'a gelip Xudoga şükür öz gözüm bilen görüp turma şifa taptım. Dım yaxşı. Xudayım bundan keyin hem işlerini, faaliyetini aşırsın Allah'ım özü. Hava. Başkalarına tavsiye teklif. qilaman ben hem şu varikoz ya başka kasalliklar bilen ağrıgan insonlarga mana shu yerni tavsiya qilaman. Juda ham yaxshi. Ko'p kasalliklar masalan kitobunda yozilgan ekan, haqiqatdan ham shunday ekan. Kelib ko'rib bildik-ku. Rahmat aytamiz tabibga. Allohga shukr, yaxshimiz. Hammani kelsa yaxshi davolansa bo'ladi. Asalari davosi dim yaxshi ekan.